Sekin kelin. Obbo, shama tushdi choyga. Endi uyga mehmon keladi. Ana, men nima degandim? Assalomu alaykum. Keling. Choyga shama tushirgan ekansizlar. Kelordi mehmonga. Nima qot qilyapsizlar? Sho'rvami? Ha? Nima qilib o'tiribsan? Va yomon kaftim qichyapti, pul keladi shekilli-da. Bu o'tirishingda sen pul kelmaydi. Undan ko'ra tellab ishlash kerak. Voy, rostda ikkala kaftim ham qichyapti. Sen undan ko'ra uyga borib cho'mil. Qichima kasal. Shpirgini tikka qo'ymaydi, falokat bo'ladi. Ana, shpirgini tikka qo'ymagin degandim bularga, falokat bo'ladi mana. Ha, yo'q, kechqurun tirnoq olganmikin ha. Ish qilib xafa bo'ladigan qovog'im uchyatuvdi. Dadajon, o'g'lingiz xotinim chiroyli bo'lsin deb to'ydan oldin ko'p non o'rtasini yuborganmi? Ha, bir 100 ta 200 ta nonni o'rtasini yuborgan. Qarang, lekin foydasi bo'lmaganda. To'g'ri, men chiroyli emasman. Hurliqonman. O so'qam hushtak chalmaydi. Nimaga dada? Uyga o'g'ri tushadi. Bilaman, o'g'lim xato qildi. Balki kerak emasdir. Aka, endi iloji yo'q. Hushtak chalib qo'ydi-da. Bo'pti, keyingi safar hushtak chalsa kattalarni olib ketaman lekin. Qulog'im qizyapti-da, kimdir meni gapiryapti. Bilaman, chiroyliman, kelishganman, yoshman. Nima bunaqa bo'lyapti ekan, ha? G'ayra dam-badam, oromni jonim san meni. Hamma gapni primoy tushunadigan odam mehmonda. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Qani dasturxonga qarab o'tiringlar. Bo'ldi, xo'p. Nima qilyapsizlar? O'zingiz dasturxonga qarab o'tiringlar dedingiz-ku. Qani o'tirgan o'rnimiz yo'qolmasin a? Nimaga? Uyda o'g'ri bormi? Hazilga ekansiz-a? Olib turinglar, hozir kelin oq suzyapti. Ha? Bizga ruxsat, ha? To'xtanglar, choyga o'tiringlar, choyga. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Ana endi tortinmasdan oshni uramiz. Tortinmanglar. Nima gap uchunmaysizlar? Bundoq bir olishib o'tiringlar. Bo'ldi. Voy, nima qilyapsiz? Olishyapman aka dedim. Qadrli do'stlar, hozir yomon ish bo'lyapti, faqat negativ yozmanglar. Mana Ergashjon, mana chuqur, mana qum. Hozir nima qilishimizni ko'ringlar. Tiriklaring ko'milyapti. Shunaqasini ko'rganmisizlar? San'atning anaqa tomonlari. Lekin ko'pchilik bilsa kerak, odam ikki xil holatda ko'miladi. Bittasi o'sha qazo qilganda, ikkinchisi bor. O'sha ikkinchisini kim biladi? Qani kommentga bilganlar yozinglar. Qanaqa holatda odamni yana tirik holatda ko'mib qo'yishadi.